Assalomu alaykum. Hurmatli podpисчиklarim, mana bugun 24-iyun kuni bashoratlarimizni belgilab qo'yamiz. Demak, mani bashoratim bo'yicha 2-1 edi. To'g'ri topmadim. Shahnozaniki 03 05 ga yaqin bo'lgani uchun bu почти to'g'ri topdi. Mana tegidi. Mani bashoratim to'g'ri bo'lmadi. Rustamniki to'g'ri bo'lmadi. Shahnozanikini qarang. Birinchi taymda Ronaldo bitta gol uradi. Ikkinchi taymda Ronaldo ikkita gol uradi. Hisobda ozgina adashdi. Ronaldo gol urganini to'g'ri topdi. Endi 3-o'yingacha sog' bo'lasizlar.